Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan Blader. Bugungi videoda 60 fpslik telefonlarda biz 20 fps qilishni o'rganamiz. Buning uchun bizga ikkita kerak bo'ladi. Shizuki va 90 fps degan ilova. Bu yerda 90 sariqdagi 90 fps va Shizuki bo'laveradi. Shizukiga kirib, Pairing bosamiz, Developer Options'ni bosib, pastroqqa tushiramiz. Ustidagi debaging nosozlikni aniqlashni bosib, Wi-Fi orqali debagingni bosamiz. Qurilma ulanish kodi orqali ulanishni bosib, kod keladi, o'sha kodni tepaga yozamiz. 885 675. Buni jo'natamiz. Jo'natgandan keyin betdan chiqib, startni bosamiz. Developer Options'ni bosasizlar, men 3 sekundda tayyor bo'ladi dedi. Endi betdan chiqib 90 fps ga kiramiz. 90 fps bitta ikkita reklamalar bo'ladi, o'tkazib yuborib, global versiyani tanlaymiz birinchi navbatda. Keyin pastroqqa tushib, With Shizuki ni bosamiz. Keyin unlock 120 fps ni bosamiz. Keyin mana shunaqa foiz chiqadi. Shu 100% bo'lguncha kutasizlar. Hozir bet tezlashtirib yuboraman. Bo'ldi, mana reklamani ham ko'rib bo'ldik. Keyin launch game ni bosamiz. O'yinga kiramiz, betdan hozir tezlashtirib yuboraman. Bo'ldi, mana PUBG ga ham kirib oldik. Endi FPS tekshirib ko'ramiz. Shu yerga qo'yib shunday qo'ysak, mana 120 fps. Hozir buni poligonni ham tekshirib ko'rsataman. Poligonga kirib oldik. 120 fps sezilyapti va bu 120 fps tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bu men birinchi videom, podeshga qilasizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat.